Malina yopib ulgurdingizmi yoki haliyam retsept qidiryapsizmi? Menda ishonchli, sinalgan retsept bor. Malinalar yuvilmaydi, keraksiz qismlari terib tashlanadi. Tozalab olingan malinalarga birga bir shakar solinadi. Lekin men bunday qilmayman. 3 kilo malina oldim, 2 kilo shakar soldim. Salqinroq joyga qo'yib, to shakarlari eriguncha qoldiramiz. Erigan shakar ustida mana shunday biroz qotadi, vahimaga tushmaymiz. Yaxshilab aralashtirib qaynatishga qo'yamiz. Birinchi qaynagandagi ko'piklarini olib tashlaymiz. Bu orada biz bemalol bonkalarimizni yuvib, qopqoqlarimizni sterilniy qilishga ulguramiz. Qopqoqlar orasiga suv kiradigan qilib taxlanadi. Qaynoq suv quyib, yana bir marta shaqqillatib qaynatib olinadi. Malinamiz 30-40 daqiqa davomida qaynasa, mana shu ko'rinishga keladi. Bonkalar sterillangach, murabboyimizni yopib olsak bo'ladi. Murabboni bonkamizga lim-molim qilib solamiz. Istalgan turdagi bonka qopqoqdan foydalansa bo'ladi. Yarim litrlik bonkada 8 ta chiqdi. Yarim piyolacha ortib qoldi. Ag'darilgan bonkalarni sovugunicha issiqqina qilib o'rab qo'yamiz. Shu yergacha ko'rgan bo'lsangiz, demak video bitta laykka arziydi. Omon bo'ling.